Bugun biz tabiatning eng nafis va rang-barang asarlaridan biri Georgin gullari haqida so'z yuritamiz. Albatta, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Qani bo'lmasa, boshladik. Xalq tilida bu gulni ko'pincha kartoshka gul deb ham atashadi, chunki uning ildizi xuddi kartoshka tugunagiga o'xshaydi. Ammo uning tepasidagi go'zallik har qanday bog'ni haqiqiy ertakka aylantira oladi. Georgin guli vatani uzoq va sirli Meksika hisoblanadi. Qadimda atsteklar bu gulni nafaqat go'zallik uchun o'stirishgan, balki uning ildizini iste'mol qilishgan va dorivor o'simlik sifatida foydalanishgan. Yevropaga kelgandan keyin esa bu tezda qirollar va aslzodalarning sevimli guliga aylangan. Georgin gulini tabiatda deyarli barcha ranglari mavjud. Unda oppoq qordek soflikni aks ettiruvchi oq rang, quyosh taftini eslatuvchi och pushti, sehrli to'q binafsha va olovli qizil ranglar bir joyda jamlangan. Ularning shakllari ham turlicha. Ba'zilari xuddi kichik sharchalarga o'xshaydi, ba'zilari esa kaktus kabi naychasimon yaproqlardan tashkil topgan. Bu gullar injiq emas, lekin o'ziga yarasha e'tiborni yaxshi ko'radi. Ularning tuprog'i doimo nam bo'lishi kerak, lekin ildizi chirib ketmasligi uchun suv to'planib qolmasligi lozim. Eng qiziqarlisi, ko'plab gullar so'nib bo'lgan. Yozning oxiri va kuz oylarining boshlarida Georginni aynan mana shunday bor bo'yi bilan gullab yashnaydi. Georgin guli bu nafaqat bor ko'rki, balki qalbga quvonch bag'ishlovchi, yorqin ranglari bilan kayfiyatni ko'taruvchi haqiqiy tabiat sovg'asidir. Georgin gulini ko'paytirishning eng ommabop va samarali 3 usuli mavjud. Birinchisi, tugunagi, ya'ni ildizidan bo'lish orqali. Ikkinchisi, qalamchalari, ya'ni bachki novdasi orqali. Uchinchisi, urug'idan ko'paytirish. Georgin guli chiroyli va serhosil gullashi uchun tuproqning sifati juda muhim hisoblanadi. Georginlar uchun yengil, unumdor va g'ovak tuproq eng yaxshi tanlovdir. Georginlar neytral yoki juda kam kislotali tuproqni yaxshi ko'radi. Tuproq har doim yumshoq holatda bo'lishi kerak. Vaqti bilan gul atrofini kichik ketmon bilan yumshatib turiladi. Bu ildizlarga kislorod borishini ta'minlaydi. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'ling. Kommentariyalarda o'z izohingizni qoldiring. Bundan-da qiziqarli va foydali ma'lumotlar joylab boramiz.